Bekzod aka, bugungi kunda qurilish sohasi juda ham yaxshi rivojlanib ketmoqda. Bugungi Expo markazida o'tkaziladigan ushbu qurilishga oid ko'rgazmada sizni qaysi loyihalaringiz ishtirok etyapti, shular haqida qisqacha qilib tushuntirib bersangiz. Hammaga salom. Bizning loyihalarimiz 3 ta yo'nalishda qatnashyapti hozir. Mana bu Garden House turar joy majmuasi qurilish firmasi tomonidan. Hozir mana shu loyiha bo'ladi, mana shu loyiha qurilishi davom etyapti buni. Bu loyiha firmamiz hisoblanadi. Mo'g'run Nahrash dizayn loyiha tashkiloti. Maket Stroy, maket yasash yo'nalishi bo'yicha Maket Stroy nomi ostida ijod qilamiz. Mana shu ko'rib turgan nomimiz, xudo xolasa, Buxoro viloyati G'ijduvonda qurilishi rejalashtirilyapti. Yangi O'zbekiston massivida xuddi shunaqa holatda quriladi. Liftlar, balkonlar hammasi cho'tga quramiz, xudo xolasa. Shuni rejasi bo'yicha ish ketyapti. Bu yerda maketimiz bu ham ofisimizda turadi. O'zimiz ijod qilish maqsadida yasaganmiz bu maketni. Mana bu yerda mijozlarga qulay tushuntirish bo'lish maqsadida korobka holatdagi uylar, xat ko'rish holatdagi uylar qanaqa bo'lishini mijozlarga to'liq tushuntirib tasavvur o'tish uchun qilib berganmiz. Buni ham ozroq chalishlar bor. Yana video qilib gatovoy holatda keyin ko'rsatamiz. Bu maketda ham chalashi bor. Mana buni. Mana aylanayotgan nima? Bu mashinalar yurish kerak, tepalardan tutunni chiqish kerak. Buni ham yakuniga yetkazsak, xudo xolasa zo'r qilib video qilib chiqaramiz. Bu yangilik, Bekzod aka, hali ko'rmaganman bunaqa aylanib turadigan tipa animatsiyaga o'xshab. Mijozlarga qulay bo'lishi uchun, hamma joyni bemalol ko'rish uchun. Ya'ni kelgan mijoz dom qanaqa bo'lishini, real hayotda qanaqa bo'lishini tushunish uchun mana shunday. Mana bu yerda mashinalar mana hozir qimirlamayapti. Bularni ham yurg'izadigan qilamiz. Zo'r. Yana bitta savol berib o'tsam maylimi? Sal cho'zilyapti. Bu qurilish qayerda bo'ladi? Bu qurilish Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida Yangi O'zbekiston massivi qurilishi rejalashtirilgan o'sha joyda. Bizlarni ham 40 ta domimiz avtovaj holatda qurish ishlari xudo xolasa tez orada boshlanadi. Sotuvi boshlanganmi bu yerda? Yo'q, hali hozir hujjat ishlari ketyapti. Buni alohida e'lon qilamiz, sotuv. Albatta. Sizga katta rahmat. Ishlaga muvaffaqiyat tilaymiz. Garden House, Mo'g'run Nahrash va Maket Stroy loyihalariga faqatgina omad yor. Garden House oldida yana bitta ma'lumot aytib o'tay. Garden House turar joy majmuasini yaqinida Globot Avenue loyihasi ham mana bu yerda bo'ladi. Mana shu atrofida Globot Avenue loyihasi ham tez orada sotuvi ochiladi. Hammaga rahmat. Tabriklaymiz, rahmat.